Assalomu alaykum. Biz bugungi kunda 20-iyun. Biz O'simlik talasındamiz. 20-iyun kuni piyazlarni ko'rgani keldik. Yoqda bir akam piyozni qarasanglar, piyoz вообще o'ta nacharda. Bu piyozning darlarini novi Sovetskiydan, anan keyin nimadan? Qo'chqaratadan, anandagi Nokia'dan ham oldim dedingizmi? Nokia'dan alışıp qo'llanib turdi darini. Hurmatli bizden satuvchilar, hem agronomlar, satuvchilar, agronomidagi bor, satuvchisidagi bor-da, jo'lla darini satib qo'yib o'tiradi. Tushunmagan narsani tushunmadim degilamlar. Ayniqsa bu Sovetskiydagi ejedan oldim dedingizmi? Kim? Aka? Eje. Şu aqlingiz yetmagan narsaga bunday kirgizishmagan eje. Piyozni siz bergan udobreniylarni qo'llanibdi. Aqlingiz yetmadi-mi? Aqlim yetmaydi meni deb bidildab, epdeb darini satishmasdan kichkina bayonda belgili effekt bo'lsin bergan daringlar. No ichida hozir ko'rsatsam pit jaynodadi. No piyoz cho'ng'ib qolgan. Bir oydan keyin pishadi bu piyoz. Dehqonni kuydirmagili. Aqlingiz yetmaydi-mi? Bo'ldi, dari satmoqli. Satsanglar mana bu dari aşağı ketadi, men aqlim yetmaydi degili. No akam kuyib hozirchi. Sizlar men shuni bo'lishib qo'yin dedim. Ha, dehqonlar bunday qarab olg'ilachchi, darini olayotganda diplomi bor odamdan olg'ila. Shu 100-joy aytishim. Diplomi bor odamdan olib, ishni tushuna turgan odamdan olg'ila. Ha, debile dari desanglar, boy bizda odamlar ishonch haqda. Ishonib olaveradi, zo'r bo'ladi desachi. Diplomni so'rag'ila обязательно. Diplom yo'q bo'lsa olib oladi tovarni. Mana akam kuyib oladi hozir. Bir oydan keyin piyoz pishadi, piyozimni hamda. Sizlarga men Sherzod Beknazarov, assalomu alaykum.